Sochingni bittalab. Mani sochim-ku mayli. Siz qanaqa o'stirasiz jingali sochlaringizni? Manikidan bir tolasi ham tushmaydi. Habib bilan Konor jangi boshlanadi-yu. Tinchlaninglar. O'zi siz nima qilasiz bo'tdi? O'qimishli qizlar toza havoga dars qilgani chiqadi. Sinma qosili bitdi. Teatrga boringlar, kinoga boringlar. Nima bor sizlarga bitdi? Yo, musor qilgani chiqdinglarmi toza havoga? Yo, biza o'zimiz bilan qishni solib kelmadik. Yo, musor qilib ketamiz. Bizdan keyin siz qolasiz. Hozir men sani. O'zingizni bosing. Aka. Qanaqa aka, qattaga savol deysiz? Nima dey? Tog'a deymi bo'lmasa? Tog'a demang, gapiravering, eshityapman. Siz aptekaga boring, men o'zim sizga dori beraman asabga qarshi. Mani asabim joyda. Dunyodagi eng asabiylashmaydigan odam men deb o'ylardim. Lekin meni ham asabiylashtirdi bu. Siz bu bilan butun umr yashashingiz kerak. Sizga temirdan asab kerak. Sizga asabagayin degan dori beraman. Asabagayin? Asabagayin? Qanaqa dori u? Asablarni tinchlantirib qo'yadi. Hech qanaqa dori ichmaydilar. Menga shu turishlarda chidashlari kerak. Yo'q.